Bismillah, alhamdulillah, assalatu vassalamu ala rasulillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Bizlarni kuzatayotgan aziz birodarlarimiz, aziz xalqimiz, biz sizlarga yana murojaat qilib, o'z so'rovnomamizni bildirib qo'ymoqchi bo'ldik. Birodarlarimiz, shu sovuq tushish munosabati, qish yaqinlashib, ancha bir mahzun bo'lgan ko'zlar, yosh bolachalar va onalar, boquvchisi yo'qlar ko'p oramizda bo'lganligi sababli bulardan bizga ko'p so'rovnomalar kelib tushdiki, ko'mirdan qiyinchilik boshlandi birodarlar. Yetishmovchilik bo'lyapti ko'pchilikda. Shunga sizlar bilan biz ko'pchiliklashib, bir Allohning rahmatidan umidvor bo'lgan holatda bularga ko'mir ulashlik marafonini e'lon qilishlikni biz sizlarga niyat qildik. Birodarlar, biz hozir sulukta ko'miridan bir fura zakaz qilib qo'ydik. O'rtacha 30 tonnadan oshiqroq bo'lgan tayyor qoplangan sulukta ko'miri kelyapti areshka ko'mirlaridan. Shunga birodarlar, o'z himmatini qo'shib qolaman degan birodarlar bo'lsa, shunga sizlar o'z hissanglar qo'shib qolinglar. Endi biz bu yerda sizlarga nomerlarimizni doimiy eslatib o'tamiz. Aloqa nomerimiz 0558 bilan 088 400 va mana shu nomerimizda M-bankimiz ham bor. 0558 088 400 Muhiddin Hay bo'lib chiqadi. Shu nomerga yedinisa qilib solsangiz ham bo'laveradi. Birodarlar, inshaalloh bu ko'mirimiz juda ham bizga arzon narxda kelyapti. Endi buni ommaga aytish kerak yo'q, to'g'risi. Shu fursatdan foydalanib, ko'pchilik bo'lib birdamlikda shu inshaalloh tarqatib olishlik hammamizga Alloh nasib qilsin va bizga porterchi xizmatchi aka-ukalarimiz kerak bo'ladi. Fisabilillah chiqadimi yoki bo'lmasam shu kunda biz nimasini ham berib o'tamiz, xudo xolasa. O'z haqqini, yurib bergan haqqiga ham biz berishlikka tayyormiz. Yo'q, biz shunday fisabilillah chiqib, Allohning rahmatidan umidvormiz deganlar bo'lsa, sizlar ham bizga aloqaga chiqib, bir haftadan keyin bu ish boshlanadi inshaalloh. Spiskaga yozilib qo'yishinglar mumkin. Va yana kimni mahallasida bor bunday sharoit og'irlar yoki bo'lmasam shunaqa kimni tanishi bor, shular ham bizga dalolatga chiqib qo'ysalar, bizga yordam bo'lib qo'ygan bo'lardi. Hammalardan Alloh rozi bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.